بسم الله الرحمن الرحيم. جحا أيضا أحمق. درس يكمس. استطاع جحا أن يجمع بعض الدراهم بصعوبة. جحا درهمlarni ba'zisini qiyinchilik bilan jamlay oldi. لكي يعمل في التجارة. tijoratda ishlash uchun. فسأل زوجته فيما يتاجر ليدر عليه ربحا. جحا ayolidan so'radiki, unga katta bir foydani keltirishi uchun tijorat qiladigan narsa borasida so'radi ayolidan. Nima bilan tijorat qilsa bo'ladi deb ayolidan so'rabdi. Qolat zawjatuhu. Ayol aytdiki: "Ma ra'yuka ya Juha? Ey Juha, seni fikring qanaqa fi an ta'mala fi tijaratil asal? Asal tijoratida ishlasang, yurg'izsang." Juha xursand bo'lib aytdiki: "Innaha fikra la ba'sa biha." Uni zarari yo'q, bu yaxshi fikr. Sa'adhabu ashtari qidrayn minhu wa abi'uhuma. 2 qidr miqdoricha uni sotib olaman, undan asaldan va u ikkovlarini sotaman dedi. Juha asal sotuvchisiga ketdi. Washtara qidrayn hamalahuma fawqa himarihi. 2 qidrni sotib oldi va u ikkovlarini eshagini ustiga ortdi. Va raha yunadi ala al-asal fi at-turuqat liyabi'ahu. O'sha asalni sotish uchun yo'llarda asalda nido qila boshladi. وفي الطريق yo'lda nima? Kana ahmaqani yamshiyan. Qala ahaduhuma lil akhar. Ikkita ahmoq yo'lda yurar edilar va ularni biri boshqasiga dedi: "Maza tatamanna min ad-dunya?" Dunyodan nima umid qilasan dedi. Boshqasi aytdiki: "Atamanna an yakuna li qati'un kabirun min al-ghanam." Ya'ni men orzu qilamanki, meni katta bir qo'ylardan bir podam bo'lishini orzu qilaman. So'ngra aytdiki: "Va anta maza tatamanna?" Sen nimani xohlaysan dedi. Boshqasi aytdiki: "Atamanna an yakuna li qati'un kabirun min az-zi'ab." Bo'rilardan katta bir podasi bo'lishini xohlayman men dedi. "Liyakula ghanamak." Seni nima qo'ylaringni yeyish uchun. Faghadiba minhum mutamanni al-ghanam. O'sha qo'ylarni orzu qiluvchi undan g'azablan va aytdiki: "Qala lahu kalaman jarihan." Bir jarohat yetkazuvchi gapni unga aytdi. ثم اشتبك في عراك بالأيدي وراح كل منهما يضرب الآخر. Ular urushga aralashib ketishdi, urushib ketishdi qo'llari bilan. Ulardan har biri boshqasini ura boshladi. فلما رآهما جحا سألهما عن السبب. Juha u ikkovlarini ko'rgan paytda Juha u ikkovlaridan sabab haqida so'radi. فحكيا له القصة. U ikkovlari Juhaga qissani aytib berishdi. فلما سمع جحا منهما القصة تعجب. Juha u ikkovlaridan qissani eshitganda taajjublandi. ثم أنزل قدري العسل. Ya'ni so'ngra u asalni 2ta qidrini tushirdi. وسكبهما على الأرض va yerga uni to'kdi. Aytgan holda: جعل الله دمي يسيل مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين. Allah meni qonimni mana shu asal kabi oqadigan qilib qo'ysin, agar siz ikkovingiz ahmoq bo'lmasangiz. فقال أحدهما في غضب. G'azablanib ularni bir dedi-da: "وماذا عن عذني?" Meni quloqlarim haqida nima? لقد عضها. Men uni tishlab oldi quloqlarimni. Va ikkinchisi aytdiki: "Yo'q, lam af'al zalik. Men ana shuni qilmadim. Bal huwa adda uzuna nafsihi. U o'zini qulog'ini tishlab oldi" dedi. Va hara Juha nima qilishni bilmay qoldi. Man yusaddiq. Kimga ishonadi? Va man yukazzib. Kim yolg'on gapiryapti, kim rost aytayapti bilmay qoldi. Faqala lahum. U ikkovlarga aytdiki: "Isbira lahzatan hatta aji'a ilaykum." Ozgina sabr qilib turinglar, men sizlarga kelgunimga qadar. Summa asra nahwa bayti. Uyi tomon shoshilib ketdi shu bilan. Falamma dakhala Juha al-bayt. Juha uyga kirganda uning ayoli undan so'radi. Uning shoshilib qaytishining sababi haqida. Faqala lahu. Unga aytdiki: "Isbiri hatta antahiya min amri hadayn al-ahmaqayn." Sen sabr qilib turgin, mana shu 2ta ahmoqni ishini tugatgunimga qadar dedi.
va Juho o'zini xonasiga kirib ketdi va o'zini eshigini o'zini ustidan nima qildi? Qulflab qo'ydi. Eshigi o'zini ustidan qulfladi va roha yujarribu va sinab ko'ra boshladi. Hal yastati'u an ya'udda udhuna nafsihi am la? O'zini qulog'ini tishlay oladimi, yo'qmi? كان جحا يجر أذنه إلى جانب فمه ويثني رقبته ويفتح فمه ناحيتها دون جدوى. Demak, Juho o'z qulog'ini tortar edi og'zining tomoniga va yasni raqabatahu va bo'ynini ham egar edi va og'zini ochar edi ana shu tomonga lekin foydasizdi. Vastamarra fi muhawalatihi fi hadhihi kaseera. Mana shu urinishida ko'p davom etdi, hattoki ila an faqad deb qo'yibdi. Tawazunahu waqa'atan shadidatan. Ya'ni u o'zaro anaqa nima edi? O'zaro tavazun degani yo'qotdi-da, bu yerda sukun qo'yib qo'yibdi, fatha bo'lish kerak deshmasam. Bo'lmasam bilmadim. Ya'ni yo'qotdi, hattoki yo'qotdi nimani? Waqa'atan shadidatan, juda qattiq yiqildi. Tamam? Muvozanatni yo'qotgunga qadar ana shunda urindida, keyin muvozanatni yo'qotib yiqildi juda qattiq. Juho turdi nahada. Holbuki u boshini paypaslar edi va topdiki shujjat yorilgan ekanligini va nazafat daman va nima nazafat qonni ham oqayotganligini topdi. Fa'ada ilayhima va huwa yata'allam. U ikkovlariga qaytdi va aytdiki, u holbuki shunday holatda ediki, yata'allam, og'riqlanar edi. Fasa'alahu ani sabab. U ikkovlari u sabab haqida so'radi. Juho aytdiki, faqala lahuma, u ikkovlariga aytdi, laqad ta'akkadtu tamaman annahu la yastati'u ahadun an ya'udda udhunahu nafsihi. Men o'sha ta'kidladimki, tamomila biror kimsa o'z qulog'ini tishlay olmaydi. Walakin yumkin an yashujja ra'sahu kama tarawun. Lekin sizlar ko'rib turganingizdek o'z boshini yorishi mumkin ekan dedi. Falamma 'ada ila al-bayt sa'alathu zawjatuhu 'an al-asal. Uyga qaytganda ayoli undan asal haqida so'radi va aytdiki, kana hunaka ahmaqan fa ada'tu al-asala wa shajajtu ra'si li usbiha thalithahuma. Ayol undan so'raganda aytdiki, u yerda ikkita ahmoq bor edi. Men asalni zoya qildim va boshimni yordim, ularning uchinchisi bo'lishim uchun debdi.